bosimi necha yuradi? 140-150 gacha chiqardi. Hozir yo'q, qon bosimi bezovta qilmayapti. Yo'q, hammasi yaxshi. 110 ga 70, 80. Bo'g'imda og'riqlar. Yo'q, ular ham ancha kamaygan. Ancha kamaydi og'riqlar. Yaxshi. Siz xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Operatsiyamizga 3 oy bo'ldimi? Ha. Qanaqa vazn bilan keldingiz? Qanaqa vazn hozir? 116 kilo bilan keldim. Hozir 90 kiloman. 26 kilo. 26 kilo oz edi 3 oyda. Operatsiyadan keyingi davr qanaqa o'tdi? Qiynalmadingizmi? Ko'nglanish, qayt qilish? Yo'q, hammasi yaxshi o'tdi. Hozir qanaqasiz? Mana operatsiyadan oldingi Kunduzxon bilan hozirgi Kunduzxon farqi bormi? Harakatlarida, o'ziga bo'lgan ishonchda yoki uy ishlarini qilishda o'zgarish bormi? Yengillik bormi? Katta o'zgarish bor. Oldingi holatimda og'ir, har doim kasal, davleniyam chiqqan, yuragim bezovta qilgan, nafasim siqqan, shunaqa holatda edim. Hozir yo'q, varikozlarim ham ketdi desam ham bo'ladi. Holatim yaxshi, zo'r. Qon bosimi necha yuradi? 140-150 gacha chiqardi. Hozir yo'q, qon bosimi bezovta qilmayapti. Yo'q, hammasi yaxshi. 110 ga 70, 80. Bo'g'imda og'riqlar. Yo'q, ular ham ancha kamaygan. Ancha kamaydi og'riqlaringiz. Yaxshi. Assalomu alaykum. Men Bog'ibek Karimbayevich, 27 yillik ish tajribasiga ega bo'lgan oliy toifali xirurgman. Shu kungacha 100 dan ortiq oshiqcha vazn bo'yicha qilinadigan bariatrik operatsiyalarni o'tkazganman. Agarda siz ham ortiqcha vazndan hamda u bilan birga keladigan yondosh kasalliklardan xalos bo'lib, chiroyli ko'rinishga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, siz uchun operatsiya summasidan 4 million so'm chegirma qilib beramiz. Bepul konsultatsiya orqali shaxsan o'zimdan batafsil ma'lumot olishni istasangiz, ushbu raqamlar orqali biz bilan bog'laning. Operatsiya qildirganda afsuslanmaysiz? Yo'q, tavsiya qilaman. Qarang, mana hozir shu masalani aytmoqchi edim. Bizni ko'rib turgan yurtdoshlarimiz bor. Haqiqatda og'ir vazn bilan, haqiqatda o'sha qon bosim, bo'g'imda og'riq, qiynalayotgan odamlar bor. Operatsiya qildirish kerakmi yo'qmi? Nima tavsiya berasiz? Iloji bo'lsa familiya qarab aytsangiz, nima tavsiya bera olasiz? Maslahatim, o'ylanib o'tirmasdan, ikkilanmasdan, qo'rqmasdan bemalol kelib operatsiya bo'lishinglarni maslahat beraman. Chunki ham qo'llari yengil. Men umuman qiynalmadim. Operatsiyadan chiqib hech qanaqa menda qiyinchilik bo'lmadi. Maslahatim, operatsiyani tezroq qildirganingiz yaxshi. O'ylab o'tirgandan ko'ra tezroq hal qilsanglar, yana ham o'zingizga anaqa ishonchingiz ham ko'payadi. Men achinmayman. Men mazza qilib yuribman. Men yoshardim. Ancha yilga yoshardim. Vaqtliroq qilishim kerakligini operatsiyadan keyin mana tushunyapman. Sog' bo'lasiz. Qo'lingizga yo'riqnoma berilgan, shu yo'riqnoma bo'yicha ovqatlanasiz, ko'p yeb qo'ymaysiz, kam tez ovqat yeb turasiz, nimalar yeyish hammasi yozilgan. Ishlaringizga rivoj, xudo xolasa 3 oydan keyin uchrashamiz. Xo'p, bo'ladi. Rahmat.